Ijtimoiy tarmoqlarda fransuz turistga o'zbekistonlik non sotuvchi tomonidan bepul non tarqatilgani keng tarqalgan edi va bu 2 milliondan ortiq prosmotrga ega bo'ldi. Bugun esa o'zbekistonlik tadbirkor tomonidan aynan shu non sotuvchi erkak topildi va uning barcha nonlari sotib olindi. Bu video ham ijtimoiy tarmoqlarda ijobiy fikrlarga ega bo'lmoqda. Ben bitta sizni video ko'rib qoldim-da. Siz fransuzga bepulga non berdingiz. Бесплатно. А? Бесплатно. Покупки. Really? Oh, rahmat. Nechta non o'zi bor? Bo'ldimi? Ha, 56 ta. 56 tami? Butun noningizni olaman. Bo'ldi. Telefoningiz bormi? Ha, Ko'rsatib bering-chi. 91. Yo'q, o'zi telefoningiz. 90. Ha, knopочный telefonmi? Mashina. Kambag'alman-ku. Mana sizga. Ana aka, yangi telefondan olib keldim sizga. Tecno Camon 50. Juda прочный, juda zo'r, ya'ni yangisidan. Yaxshi kompaniya. O'zi Tecno menga aytgan, kimga sovg'a berasan va nega? Va sizni ko'rib juda ilhom keldi menga va juda mehribonchilik, mana sizga qaytar dunyo. Rahmat. Okajon, sog' bo'ling. Bo'ldi, endi nonni tarqatamiz. Birga. Bo'ldi birga. Keyin uyga borasizmi? Ha, uyga ketaman. Bo'ldi, dam oling bugun. Bo'ldi. Ciao ragazzi. Oka. Bepul, бесплатно. Sog' bo'ling. Bo'ldi. Mana брат. Ребята, отмечайте в комментариях, кому и за что вы хотите сделать подарок Tecno Camon 50. Отмечайте Tecno. Sog' bo'linglar. Yaxshi ish qilinglar. G'olib aka, mayli osh bo'lsin. Hozir beraman. Братан, спасибо. Вот.